Biz yana ochilishga keldik. Ilohim ishlar xayrli bo'lsin. Shundogina Angrenda 30 leti yonida abaya kiyimlari ochilibdi. Ketdik. Birgalikda obzor qilamiz. Kelinglar. Do'konni chiroyligini qaranglar. Menga eng yoqqan tarafi konditsioner bor. Bu yoqqa kirib dam olib ketsanglar bo'ladi. Polni Dubay, Turkiya kiyimlari hammasi kачественный. Hozir agar qo'limdan kelguncha hozir bitta masalaga obzor qilib beraman. Men Xitoyniki-ya. Xitoy Pekin mana bu. Bu chiroyligini qaranglar. Bu narxlari ham qimmat emas. Keyin men bu eng yoqqan tarafi menga mana bu ham yoqdi. Xullas, bilasizlar-yu, kiyim deganda menga hamma narsa yoqadi. Mana shu sumkalar bunga mos qilib, oyoq kiyimlar ham bor ekan. Do'konimiz abaya bo'lgani uchun mana qaranglar, mana bu taraf qo'lni abaya. Abayalar o'zi nimasi, razmeri standart bo'ladi. Bu taraflar ham abaya. Sinim abayalar necha puldan necha pulgacha bizga qiziq